Thumma taqtimur rihlata bil ikhlas. So'ngra ey banda, ey solik, ey murid, yo'lingni, sayr sulukingni suratul Ixlos bilan xatm qilasan, nihoyalaysan va sura Ixlosni o'qir ekansan. Shunda barcha yo'llar bitta eshikka, anna kullat turuqi tantahi ila babin wahidin, Allohning eshigiga olib borishni anglaysan va boshlanishning ham tugashning ham siri bitta ekanini bilib yetasan. Allohumma aftah alayna futuhal arifin warzuqna fahma kitabika wa tadabbura ayatika waj'alil qur'ana rabi'a qulubina ونور صدورنا وجلاء كل هم وارزقنا العمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك. Ey Allah, ey Robbim, bizga orif bandalaringga nasib etgan ma'rifat eshiklarini ochgin. Bizga kitobingni anglashni va oyatlaringni tadabbur qilishni nasib etgin. Qur'on qalblarimizning bahori, ko'ksimiz nuri va barcha g'amlarimizni ketkazuvchi qilgan Qur'onni, uni kecha-yu kunduz tilovat qilishni va unga amal qilishlikni ya Alloh nasib etgin. Bizlarni Qur'on ahlidan qilgin. Ular sening xos bandalaring va sening ahlingdir. Ya'ni Qur'on hofizlari Allohning ahllari degan nom olgan. Allohim Qur'onni bizga shafoatchi ayla, Qur'onni bizga do'st, bizni Qur'onga do'st ayla. Ya Robbal alamin va oxir da'van alhamdulillah.